Bu oson savol emas. Uchburchak aylana, yana ikkita aylana kelyapti. Bunga o'xshagan savol har sertifikatda bor. Demak, yechim milliy sertifikat savoli tushgan savol, demak, uchburchak ichida ikkita aylana berilgan. Xo'p, balandlik tushirilgan AH tomonlari AB 13, AC 15, BC 14 bo'lsa, demak, ichida balandlik ikkita aylana chizilgan. So'ragan mana bu yerda SMKN ni so'ragan. Mana bu yuzani so'ragan. Chizma berilgan. Yechimga o'tamiz. Bu oson savol emas. Uchburchak aylana, yana ikkita aylana kelyapti. Bunga o'xshagan savol har sertifikatda bor. Demak, yechimga o'tamiz, qarang. Buni 13, buni 14, buni 15 desak, mana bu yerda bitta kichikroq bitta chizma qaytadan chizib olamiz. 13, 15, 14 deb mana bu balandlikni topamiz. Mana bu x bo'ladi, bu 14 minus x bo'ladi. Mana buni h desangiz, siz 13 ning kvadrati ayrilgan x ning kvadrati balandlik umumiy-ku. Pifagorni qo'llasangiz, buni kvadrati ayrilgan buni kvadrati teng 15 ning kvadrati ayrilgan 14 minus x ning kvadrati qilib ikkalasini bir-biriga tenglasangiz, sizga x teng 5 degan javob chiqadi. X teng 5 degani mana bu kesma degani. Agar bu yer 5 bo'lsa, mana bu yer 5 bo'lsa, demak 13 bu 5 bo'lsa, mana balandlik necha ekan? 12 ekan. Demak, umumiy tomon mana bu 12 ekan. Tushundingizmi? 12 bo'lgandan keyin keyingi yana bitta xossa bor. Demak, mana bu kesmamiz 5 ekan bizaga? Ha, shundaymi? 5 ekan. Demak, umumiy 14 midi? 14 da 5, mana bu yergacha 5 bo'lsa, bu tarafi nechida? 9 ekan. Ana endi keyingi yana bitta xossamiz bor. Ixtiyoriy uchburchakka ichki aylana chizilgan bo'lsa, mana bu tomoni A, mana bu tomoni B, mana bu tomoni C bo'lsa, mana bu bo'lak, ya'ni urinmadan, mana bu A nuqtadan yoki B nuqtadan aylanaga bo'lgan masofalar, urinmalar teng bo'ladi. Ana shu urinmalarni uzunligi A qo'shilgan C ayrilgan B taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, bizaga mana bu bo'lak x deb olsak, mana bu ham x bo'ladi, ya'ni bu yerdan beracha x, bu yerdan beracha ham x bo'ladi. Ana shu x degan kesmamiz x teng. Mana bu tomoni 5 midi? Mana bu tomoni necha edi? 12 midi? 12 edi. 5 qo'shilgan 12 ayrilgan 13 taqsim 2 bo'ladi. Hisoblasak 2 chiqyapti. To'g'ri hisobladimmi? Mana bu yer 2 ekan. Mana bu yer ham 2 ekan. Tushundingizmi? 2 ekan. Xo'p, bu yer 2 bo'lsa, bu yer ham 2 bo'lsa, endi mana buni topamiz. Mana buni y deb olsak, mana buni y desak, bu ham h da ham y bo'ladi. Y ni topish uchun y teng 9 qo'shilgan 12, 9 qo'shilgan 12 ayrilgan 15. Taqsim 2 qilyapmiz. Buni ayring. Minus 3, 9 dan ayirsak 6, 3 bo'lar ekan. Mana bu kesmamiz 3 ekan. Mana bu ham 3 bo'ladi, mana bu ham 3 bo'ladi. Mana bu 2 bo'lsa, mana bu 1 ekan. Tushundingizmi?